Assalomu alaykum. Hozir men mazali do'lma tayyorlab ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi tok barglari, bolgarskilar va yana boshqa masalliqlar. Ichidagi sho'rvasini tayyorlab olish uchun bizga kerakli masalliqlar: piyoz, kartoshka, sabzi hammasini to'g'rab, yaxshilab qovurib olamiz va sho'rvachasini tayyorlab olamiz. Mana qozonimizga yaxshilab piyozlarni qovurishni boshladim. Piyoz yaxshilab qovurilguncha qolgan masalliqlarni to'g'rab olaman. Shu shaklda to'g'rab oldim. Endi kartoshkani ham to'g'rab olaman yaxshilab. Mana kartoshkalarni ham, sabzilarni ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab oldim. Suzganda chiroyliroq ko'rinish berish uchun. Do'lmamiz mazali bo'lishi uchun bitta pomidor ham to'g'rab, maydalab to'g'rab sovuramiz. Ziravorlarni ham sovuramiz hozir. Yaxshilab qovurilib olindi. Endi qolgan masalliqlarni sovuramiz. Hammasi yaxshilab qovurilgandan so'ng suvini solamiz. Endi do'lmalarimiz ichiga kerak bo'ladigan masalliqlar: qiyma, piyoz, ko'kat va chesnoklarni yaxshilab to'g'rab, maydalab qiymani ichiga solib, endi do'lmalarni tugishni boshlaymiz. Mana chesnokni ham maydalab to'g'rab oldim. Endi hammasini birgalikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana hammasini yaxshilab aralashtirib oldim. Endi do'lmalarni tugishni boshlaymiz. Mana do'lmalarimizni mana shu tarzda bukib olamiz. Mana shu tarzda olyapman. Mana do'lmalarni tugib oldim. Endi bolgarskilarni ham ichiga solib tugib olaman. Qish kunlarida nima ovqat qilishni bilmay o'ylanib turganlarga ayni muddao mazali, ta'mi ham juda mazali bo'ladi. Mana do'lmalarimiz ham tayyor. Do'lmalarni yaxshilab bog'lab oldim chiqib ketmasligi uchun. Bolgarskilarimiz ham tayyor. Endi sho'rvachasi yaxshilab qaynab chiqqandan so'ng ularni sovuramiz. Mana sho'rvachasi qaynab mazali ta'mga ega bo'ldi. Endi qiymalarni do'lmalarimizni qo'rqmasdan sovursak bo'ladi. Mana azizlar, do'lmamiz ham tayyor bo'ldi. Mazali, ham bolgarskidan, ham tok bargidan juda ham shirin va mazali bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.